Mana bugun biz morojnani maydon marketda yonida tanxoni, Koltsodagi tanxoni morojnisidan oldik dadam bilan. Mazza qilib yeymiz. Dada oling. Ana dadam. Boshladik. Boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Maydon marketga kelibdimi? Kelibdi. Shunga mazza qilib mana yeymiz endi bunday qilib. Mana morojnoy juda ham yaxshi. Dada, yoqdimi sizga? Yaxshi. O'sha morojnidan u Koltsoni oldidagi tanho filial ochibdi maydon marketni oldiga. Rossiya ham zo'r, mana sizga ham berib yuboramiz. Oling. Alohida budkasi bormi? Ha? Mana. Dadam bilan. Dada, sizga yoqdimi xuddi o'sha filiali? Sizlarga reklama. Maydon mahalladagilarga, maydon marketda oldida mana shunaqa zo'r qilib mana bunaqa morojnolar qilib beryapti. Mazza qilib kelib, olib yeyverasizlar. Mana 20 mingga oldim, lekin voобще nima deydi? Arzonda, keyin ta'mi ham juda ham yaxshi. Dadam bilan ikkalamiz chetdan maydon mahallada o'sha yerga borardik Koltsoga. Mana yonimizga kelibdi. Mazza qilib jonlaring kirib kelinglar.